Uy, voy nimdaysiz aniqroq gap qilinglar aytinglar. Faqat gapingiz tushunmadim. Oğlumuzun maşini ve kasık uçurab tugab ketganligini bildi. Nega? Mening ham qildigan ishim bor. O'zingizga nima qildingiz? Erişemezlik, onun peşinden tutup gitken düşünüyorum. Bu anda anlaşınca benim tugulup akamdan babamın başına büyüyecekken. Ayağına kanının bolgan bir kız. Son bir yaxşı görüp kaldım. Umu başkalarını dep meni taşlap ketdi. Göz aldımda en yakın dostum bilen toy qildi. Emdilikte ihsanmı? Nimish qilganing ham sizga Erpon deb yozilibdi. Bu yer biraz sir bormi? Oy, Aminada ziyaret çıktınız mı? Yaxşı olubqam. Oyma oğlum Şanxaydan qaytib kelmişdi. Balam tuluqsızın Şanxayda oqatıda emasmi? Şunun bilan u bek ma çoğ ustamninki pintozusi qamroq qiram. Atla akirib qo'y deganda shu buni elib, o'sha kep qolarmi deb talmirib qarab turma. Ha? Ben texil oğlunuzu Ürümçü'de okudumkin deptim ben. Ürümçü'de okumamıştı. Ha? Buni imdigidan gapingizni tushunmay qoldim bu. Ben texil oğlunuzu 3 gün burun dokunuş aldığı mektep köygendim. Ha? Yo'q, unda o'z o'qishib qapsiz. O'g'lim Shanxayda. Ha, mendada. Ben şu oştuğa okşayma. Lekin bizni uytiklarni ko'rib, eksanga shunda o'xshayotgan deb hayron qoldik. Ha, yo'q, o'qishib qapsizlar. Maqlansa, Maqlan. Uylatinglar qilma. Ayni vaqtda nurg'un kishilar menga o'g'limga o'xshaydigan birisi borligini degandi. Acaba rostilla o'g'limga o'xshaydigan birisi bormidi? Biyey Amine sevirlik bulun, sevir kılaylı. Kandak kılımız emdi. Uy, nimdaysiz? Uy, o'zingiz beso'ylab gap qilinglar, bir suyab ketmaydi. Amine, sizning sevirlik, chidamchan, qaysar ayol ekanligingizni bilaman. Lekin shundaqdimi, odam yaqinlaridan ayrilsa, hargiz chidab bo'lolmaydi. Bo'libmi, bolaning o'ti bek yomon. Uy, nimdaysiz aniqroq gap qilinglar aytinglar. Faqat gapingizni tushunmadim. Oğlumuzun maşini ve kasık uçurab tugab ketganligini bildi. Bayağı yo'lishimdan bu shum xabarni anglab, ko'nglim shundoq yerim bo'ldi. 70 qismliq Suratlik turmush nomli qisqa teatrimizning to'liq nusxasini Unidardan ko'ring. Salon nomi Biz Uz Ovoz.